Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Telegramda qush boqib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda Telegram bot, bu botning nomi Birds Imperiya deb nomlanadi. Demak, bu bot haqida men 2-3 oy oldin YouTube kanalimizda video chiqarib o'tgandim. O'sha videoda kirib pul ishlashni boshlaganlar hozir uje foydaga chiqib ketgan. Ya'ni bot hozirgacha 100% pullarni to'lab kelyapti. Demak, ko'rib turganingizdek botda uje 1 millionga yaqin obunachi foydalanuvchi bo'lgan va aytib o'tgandek, haligacha bot pullarni to'lab beryapti. Demak, play tugmasini bossak bizga botda oynasi ochiladi, ya'ni mini app ochiladi. Bu bot orqali biz qushlar boqib pul ishlashimiz mumkin. Demak, yangi kirganimiz uchun bizga 1000 ta cerebro bonus beradi. Bu cerebroga mana bu eng arzon sariq qushini sotib olishimiz mumkin. Ya'ni agar bu bot haqida ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsanglar, YouTube kanalimizga o'tib Birds Imperiya deb qidirib, bemalol bu bot haqida yana to'liqroq ma'lumot olishinglar mumkin. Bugungi videoning asosiy mazmuni xuddi shu botda ikkinchisi ham ochildi, shuni ham ko'rsatib o'taman. Demak, ikkalasida ham pul ishlash instruksiyasi bir xil. Bu yerda ko'rib turganingizdek qushlarni sotganimizdan keyin mana shunaqa tuxum yig'ib berib turadi. Magazin bo'limiga o'tib sizlar pulinglar yetadigan qushlarni bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Misol uchun mana red qushi 625 ming silver turar ekan. Kupit tugmasini ustiga bir marta bosamiz, u вас недостаточно серебра для покупки deb qo'ygan. Undan oldin sizlar birinchi bo'lib sarmoya kiritishinglar kerak. Ko'rib turganingizdek bu yerda har xil bonusi bor. Qanaqa sarmoya kiritsak, qanaqa bonuslar beradi, qanaqa qushlarni yana bonus tariqasida beradi, shularni ko'rib borsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana 6 ta spin bor. Buni menyu tugmasini bosib ruletka bo'limidan 6 ta spinlarni aylantirishinglar mumkin. Demak, men bu botdan yaqinda pul yechib o'tgandim. Buni screenshotini Telegram kanalimizga tashlash esdan chiqib qolibdi. O'shaning uchun hozir ko'rsatib o'taman. Demak, vivod bo'limiga o'tsak, bu yerda istoriyani ko'rib bo'lardi. Mana tronga pullarni yechsak, pastroqga tushsa ko'rishinglar mumkin. 785 tron yechib o'tganmiz zavershini holatida. Bular bizga 100% kelib tushdi. Screenshotini ham ekranga chiqarib qo'yaman. Demak, xuddi shu tariqa LTC, BNB, 3x va tonga biz pullarni yechsak bo'ladi. Vivod tugmasini bosib, ko'rib turganingizdek bot interfeysi oson. Bu yerda petitsiya bo'limidan yig'ilgan tuxumlarni prodat tugmasini bosib biz bemalol ham cerebroga ham zolotaga obmen qilishimiz mumkin. Ya'ni 50 ga 50 o'zi avtomatik tarzda obmen bo'ladi. Zadaniya bo'limiga o'tib yana qo'shimcha zadaniyalar olib sizlar yana qo'shimcha pul yutuqlarini, cerebrolarni olishinglar mumkin. Bot interfeysi xuddi shunaqa. Endi sizlarga ikkinchi botini ko'rsatib o'taman. Mana ikkinchi botda Stars Birds deb nomlanadi. Bu botga biz bemalol Stars orqali ham sarmoya kiritishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek ochilganiga 1-2 hafta bo'ldi. Uje 222 mingtadan oshiq odam uje o'ziga jalb qilishga erishdi. Bu yerda open tugmasini bossak bizga mini app ochiladi. Bu ham xuddi shunaqa interfeysi bir xil. Bundan oldingi loyihasiga o'xshaydi. Men hali bu loyihasida yangiman. Faqatgina bonusga bergan qushidan men foyda olaman. Endi sizlarga bu bot haqida ham ma'lumot berib o'taman. Bu ham aytib o'tganimdek bundan oldingi o'xshaydi. Menyu bo'limiga o'tib egri bo'limidan o'yinlar o'ynab yana sizlar qo'shimcha pul yutuqlarini, cerebrolarni yutolsanglar bo'ladi. Bu yerda spin tugmasini bosishinglar kerak, ko'rishinglar mumkin. 50 ta 4 ta har xillari bor. Bemalol o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Ruletka bo'limi sarmoya kiritganlar uchun beriladi. Minimalniy qanchadir ham cerebrodan boshlab, ya'ni starsdan boshlab bemalol sarmoya kiritib sizlar ham ruletka bo'limiga free spinlar olishinglar mumkin. Demak, vivod bo'limi ham xuddi shunaqa 4 ta kriptovalyutalarga pullarni yetsak bo'ladi. Bu botda afzalligi biz Starsda bemalol sarmoya kiritib, keyin tron tonga bemalol biz pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerda ham magazin bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ham 5 xil qush bor. Bu yerda ham narxlari bir xil. Kupit tugmasini bossak, hozir kupit tugmasini bosamiz, poполнение bo'limiga o'tkazib yuboradi. Ko'rib turganingizdek 62,5 Telegram Stars'i 12675 ta silver bo'lar ekan. Xuddi shu tariqa o'zingizlar kursni qo'yib olishinglar mumkin. Misol uchun agar sizlarda 300 yoki 1000 Stars sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, shu yoqqa yozib bemalol sizlar sarmoya kiritishinglar mumkin. Demak, sarmoya kiritish uchun bu yerdan kupit bo'lishi cerebro tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek mana bu yoqqa summani yozsak bizga qancha silver bo'lishini, ya'ni cerebro bo'lishini o'zi avtomatik tarzda ko'rsatib boradi. Har bitta kiritgan sarmoyamiz uchun ko'rishinglar mumkin 20% lik bonus bor ekan. Undan keyin xuddi shu magazin bo'limiga o'tib kupit tugmasini bosib petitsiyalar sotib olishimiz mumkin. Bu yerda bizga avtomatik pullar ishlab berib turadi. Zadaniya bo'limiga o'tib ko'rib turganingizdek yana sizlar qo'shimcha cerebrolar ishlashinglar mumkin. Sklad bo'limidan biz pullarimizni boya ko'rsatib o'tgandek obmen qilsak bo'ladi. Demak, sarmoya kiritish ham pul chiqarish ham ikkala botda bir xil. Ikkala bot ham 100% pullarni to'lab beryapti. Pul yechish ham bir xil bo'ladi. Menyu bo'limiga o'tib vivod tugmasini bosib 4 xil kriptovalyutaga biz bemalol hech qanaqa muammolarsiz pullarni yechib olsak bo'ladi. Xohlasanglar obmen bo'limidan zolotani bu yerda cerebroga ham obmen qilishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, bu botlar hozirda 100% to'lov
jarayonida уже anchadan beri ishlab kelyapti. Bittasida biza bemalol kriptovalyutalarda sarmoya kiritsak, ya'ni birinchi loyihasida mana bu yangi ochilgan ikkinchi proyektida biza bemalol Telegram Stars orqali ham sarmoya kiritsak bo'ladi. Bu ikkala bu silkasi ham bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman yoki kommentariyada bo'ladi. Bemalol Telegram kanaliga o'tib, bu loyihalar yoqsa, sizlar ham kirib pul ishlashingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.